Tinchlikmi, yaxshi turyapsizlar ko'pchilik, qanaqa ahvolinglar? Men qaysi kuni to'g'ri shu o'simliklarning latincha nomi to'g'risidagi bir qancha xil tanlashlarni chiqarib qo'ygandim. Qarasam, buningga to'g'ri javob berganlar ancha ko'p emas. Latincha nomni tushunmayman, bilmayman. Latincha nomning o'rniga inglizcha ishlatsak, arabcha, farschalarni ishlatsak deganga o'xshash tanlashlar bo'ldi. Men to'g'ri javobni to'kkiday chiqarib qo'ydim, latincha nomni rad qilish bo'lmaydi deb, ammo sababini shu video orqali bayon qilmoqchi. Unda bo'lsa, diqqatinglar ekranda bo'lsin. O'simliklarning latincha nomi qanday bo'ldi degan savolga javob berishdan burun biz eng avval o'simliklarning latincha nomi zodi nima maqsadda o'tirg'a chiqib qolgan degan savolga javob berib o'taylik. Bu savolga javob berish uchun tuvandagi turlarning latincha ismiga qarab boqaylik. Birinchi tur Populus alba debdi. Bu oq terakning latincha nomi. O'ng tarafdagisi bo'lsa 3 xil inglizcha ismi ekan. Shu o'xshash bir turlik oq terakni 3 xil ataydi ekan inglizchada. Ikkinchi tur bo'lsa Populus nigra. Buning 2 xil inglizcha nomi bor ekan. Uning ostidagisi bo'lsa Populus euphraitica oliver debdi. Bu biz hammalarga tunishli bo'lgan to'g'raqninki latincha nomi. Buningmi 2 xil inglizcha ismi bor ekan. Endi bu yuqorqi 3 turninki ingliz ismlariga qarasak, endi mutlaq ko'p qismida popular degan xat bor ekan shunama. Endi o'xshab qolgan-ku deb turaylik. Endi ostidagi bir turga qarasak, bu tur bizning vatanda o'smaydigan bo'lg'achqa uyg'urcha ismi yo'q, qo'yilmagan, oilasimi yo'q ekan bizning vatanda, shuni bilmayman, tanimayman. Bu turninki 5 batmam ismlari bor ekan, inglizcha ismlari. Buning ichida yana popular degan xat turdi. Endi bu yuqorida ustiga tizilgan 3 tur oq terak, qora terak, to'g'raq deganlar bir urug'tash da'vat turlar. Endi bu yerdagi urug'tash tur degan gaplarni toz anqirib bilmayotgan bo'lsangiz, shu YouTube kanaliga chiqqan birinchi videomga diqqatingizni og'dirishingizni tavsiya qilaman. Chunki birinchi videoda so'zlab bo'lgan emasman, bu yerda qayta so'zlab o'tasam bo'lmaydi. Bu yuqoriga tizilgan 3 tur bir urug'tashga tabi 3 tur. Ya'ni o'zaro yaqin urug' tuqqandochilik munosabati bor bo'lgan 3 tur. Mushu latincha ismlardan qarab turib biz bir narsani yakunlaymiz. Ya'ni u bo'lsa-mu o'simlikning latincha nomi 3 bo'lakdan tashkil topadi. Birinchi so'z urug'tash nomi, ikkinchi so'z tur nomi, uchinchi so'z ism qo'yg'uchininki qisqartirilma ismi yoki to'liq nomi. Endi bu yerdagi al deganimiz nima desanglar, alchik deganimiz shu 1700-yillarda yashagan Charles Linni degan odamninki tashabbusi bilan o'tirib chiqqan bu latincha nom. Ham bu odam shu 70 yillik hayotida intayin ko'p o'simlik hayvonotlarni tekshirib, dallarga ko'p chiqib, intayin ko'p jonliqlarga ism qo'yib chiqqan odam. Taxonomiya otasi deb nomi bor. Shunga shu al degan ismni ko'rib qolsanglar, shu odam shu ekan deb o'ylasanglar bo'ladi. Endi latincha nom tuvandagi bir qancha xil aloyidliklarga ega. Ya'ni faqat bir xil jonliqninki, bir turga tabi bo'lgan jonliqning faqat birla latincha ismi bo'lishi kerak. Bu butun xalqaroda birlikka gap bo'lgan qoida. Hech kim qarshi chiqolmaydi buningga. Ikkinchi aloyidligi bo'lsa, biz latincha nomdan ularning urug' tuqqandochilik munosabatini bilalaymiz. Qaranglar, ustidagi 3 turninki urug'tash nomi o'xshash degan gap, bular bir urug'tashga tabi. Ya'ni bular So'gat oilasining ichidagi terak urug'tashning ichidagi 3 tur. Bizning vatandan 40 necha xil tur chiqadi. Terak urug'tashniki. Endi
Muşu 40 neçe türünün içindeki 3 tür. Bularning urug'ga qanday munosabati yaqin deb tushunamiz go, oq terek, qora terek, to'g'roq deganlar. Endi men ostiq dizib qo'ygan mavi tür yuqorqi 3 tür bilan hech qanday munosabati yo'q. Boshqa bir oilaga tava, boshqa bir urug'doshga tava, hech bir munosabati yo'q bir tür. Ammo buning ingliz ismi qanday? Ma yuqorqi terek urug'doshiga tava bo'lgan 3 turning ingliz ismi o'xshab qilyapti. Qaranglar. Poplar degan xat turdi bu yerda mana. Tulip poplar, yellow poplar debdi. Bunda bu qolsa qanday bo'ldi? Intayin qalaymiqanchilik, mujmallik, xato tushunishlar kelib chiqdi. Tasavvur qilib beqinglarchi, o'sha bir 8-10 odam o'simlik bilan ilm berim qilmoqchi. Bu 8 odam bir o'simlikning har birisi bir o'simlikning o'xshamaydigan ismlarini biladi deb turaylik. Bu 8 odam 8 xil gap qilsa, amniyatda bir xil o'simlikning gapini qilmoqchi, ammo bular 8 odam 8 xil gap qilsa, bu yer nima ish bo'ldi? İşlar intayin yaxshi yurishmaydi va anandan keyin yana masalan o'xshash bo'lmagan davlatlar aro o'xshash bo'lmagan davlatlarda yashaydigan o'simliklar bilan ilm berim qilgan kishilar yoki tadqiqotchilar o'zaro fikr almashtirish jarayonida hammamiz o'zining tilida har bir odamning tilida 5-6 xildan 2-3 xildan ismi bor tursa, ash ismlar bilan qanday bir fikr almashtirdi, ravon bir fikr almashtirish kerakda ular. Qanday qiladi? Bu yerda bir o'simlikning bir ismi bo'lsa bo'pti-ka deydigan bir ehtiyoj tug'ildi. Shuning bilan shu ehtiyojning turtkisida o'simliklarga, hayvonlarga latincha ism qo'yish barliqqa kelib, umumlashqili, butun xalqaro umumlashqili 200 yil bo'ldi. Shuning uchun o'simliklarning latincha nomi desak, bu hargizmi bir til. Bu latincha nomni hozir til deb tushunib olsaqmaydi. Buni hech kim so'zlamaydi latin tilda hozir. Buni bir xuddi odamlarning pasportiga o'xshash, xuddi kimlik numeriga o'xshash. Bu kimlik nomer pasport degan narsalar, bu ichidagi rasm uchurlar shu bir odamga xos bo'ldi. Ashunga o'xshash xuddi bir o'simlikka, shu o'simlikka ham xos bo'lgan bir ism. Shuning uchun bu ismni ona tilini qo'g'dash yoki boshqa bir milliy bir masalalarga bog'lab olishga qat'iy bo'lmaydi. Buni hattoki shu Facebookda har xil guruhlar bor o'simliklarni turga qarashmasak. Hatto bu scientific name'ni ID deb ataydi shu guruhlarga kirib qolsanglar, ma o'simlikning ID'si nima deydi? Bildiganlar taq latincha nomini deb berdim. Shuning uchun bu latincha nomni qat'iy rad qilishga bo'lmaydi. Endi biz tuvandagi ikki parcha rasmga qarab boqaylik. O'ng taraf yuqori burchakdagi bo'lsa, shu hanzucha bir materialdan ilingan qarsanglar Tianshanhua debdi. Bu hammalar biladigan yugmash o't. Üstürikisi buningki hanzucha o'lchamlik nomi. Endi Convolvulus arvensis degan gap buningki latincha nomi, ya'ni urug'dosh nomi, tur nomi aldinimiz shu taxonomiya atsilinninki qisqartirilma ismi. Asterixi bieming deganimiz boshqacha atilishi, bu yerda 5 xil ism bor ekan. Ma o'lchamlik nom bilan qo'shganda 6 xil ism bu ketdi. Qaranglar. Bu maqola qarsanglar, bu material qarsanglar, bu yugmash o'tninki latincha ismi bilan hanzucha ismi bor. Demak, latincha ismi bilan hanzucha ismi, bu hanzucha material bo'lganligi uchun. Sol taraf osti burchakdagi jadvalga qarasak, bu Turkiyaning doğruluq o'simliklar to'g'risida e'lon qilgan bir maqoladan kesib oldim men buni. Maqolaning o'z tili inglizcha, ammo bu maqola Turkiyadan chiqadigan o'simliklar to'g'risida bo'layotdi. Buningda qaraydigan bo'lsangiz, Tigrium polium debdi. Bu latincha nomi, Laminaceae deganimiz oilasi, Calpix mangula oilasi degan gap. Latincha nom shunami? Endi o'ng tarafdagi jadvalga qarasak, 3 xil turkcha nomni deb qo'yibdi. Latincha nom bilan turkcha nomni debdi. Demak, Turkiyada latincha nom bilan turkcha nomni ishlatadi. Jungoda hanzucha nom bilan latincha nomni ishlatadi.
Germaniyaning bir maqolasini tepib qarasangiz, germancha nom bilan latincha nomni ishlatadi. Fransiyaning bir maqolasini tepib qarasangiz, fransuz tili bilan latincha nomni ishlatadi. Italiyaniga qarasangiz, italiyacha bilan latincha nomni ishlatadi. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak? Uyg'urcha nom bilan latincha nomni ishlatsak bo'ladi. Biz hammamiz o'xshamagan mamlakatlarda yashaymiz. Doim bizga lozimlik bo'lgan o'simlikninki biz biladigan Uyg'urcha ismi orqali o'zimiz yashayotgan davlatning tilidagi ismini bilishni orzu qilamiz. Ondan Facebook chiqimizda bu o'simlikning turkcha ismi nima, arabcha ismi nima, yaponcha ismi nima, inglizcha ismi nima, fransuz ismi nima, yana bir qandaq tillardagi ismlar nima deb so'rashga boshlaymiz. Amaliyotda biz ash o'simlikning Uyg'urchasini bilsak, uning Uyg'urchasi bilan latinchisini udullashtira olsak, ash latincha nomni Google qilish orqali o o'simlikning dunyodagi har qandaq tildagi barliq ismlarini topa olamiz. Eng to'g'ri uchurga erishishning usuli shu. Ko'pchilikninki to'rlarda yozgan yozmalari, so'ragan savollari va bergan javoblarga qarab, men bir qancha xil xato ko'z qarashini bayqadim. Birinchi xil xato ko'z qarash bo'lsa, bir xil o'simlikning faqat birla Uyg'urcha ismi bor deb o'ylab oldi ekan ko'pincha do'stlar. Albatta, bunday. Ikkinchi xil xato ko'z qarash bo'lsa, bir qancha xil o'simlikninki Uyg'urcha ismi, xanzucha ismi va yoki turkcha ismi o'xshab qolsa, bularni o'xshash bir xil o'simlik deb o'ylab olish. Buning tipik misoli Dingxiang bilan Dingxianghuani o'xshash o'simlik deb o'ylab shunga oid e'lon qilingan yozmalar bor. Uchinchi xil xato ko'z qarash bo'lsa, bu tibobat bilan shug'ullanadigan kishilarda ko'proq uchraydi ekan. Mushu tibobatda doğruluq işletilgan o'simliklarninki arabcha, farscha va yoki urducha ismlar bo'lmasa, qat'iy bo'lmaydi deb o'ylab oladi. Hatto bular mushu ismlar bo'lmasa, arabcha, farscha ismlar bo'lmasa, tibobat o'rgangili bo'lmaydi degan gapni kesib aytadi. To'g'ri, bizninki 8 asr, 10 asr yoki uning oldida o'tgan dangliq tibobat olimlarininki bizga qoldirib ketgan qimmatlik klassik asarlari shu arab tillarida, fors tillarida yozilgan. Shu zamonlarda farscha asar yozish moda bo'lgan. O zamonlarda latincha nom degan narsa texib o'tirg'i chiqmagan. Shu zamonlarda shu fors tilida asar yozish bir iliqi saviya, hem shu zamonga loyiq bir saviyaga vakillik qilgan. Shunga shunday yozilgan. Hamda hozircha arabcha, farscha bir narsalarni yozish bu saviyaga vakillik qila olamdi? Bunga o'zingizlar javob berib beqinglar. Hozir butun dunyo xalqi shu o'simlik sohasida latincha nom qo'llanib birlik kelib bo'lgan ahvol ostida bizning yana arabcha, farschaga esil bilishimizning qilcha zaruriyati yo'q meningcha. Bunun için esil bilish, shu tibobat kasbi bilan shug'ullanayotgan kishilarga nisbatan shu qiyinchilik, xato tushunish, qaymoqish epgas keldiki, hargiz bir foydali bir natija chiqmaydi menimcha. Ham yangi o'rganguvchilar uchun intayin bir mushkul bir jarayon. Shu tibobat o'rganmasin, hamdorlarni tunuyma deb arabcha, farscha o'rgansa, bu ikki tilni o'rganish oson bo'lmasa. Unda bo'lsa biz bu xato ko'z qarashlarni qanday to'g'rilaymiz? Tuvandagidek to'g'rilaymiz. Bir turlik o'simlikning faqat va faqat ilmiy nomi, ya'ni latincha nomilar birdan-bir bo'ldi. Boshqa har qanday tildagi ismiga son cheklamasi yo'q. Ikkinchisi, bir qancha xil o'simlikning Uyg'urcha ismi, xanzucha ismi va turkcha ismi o'xshab qolsa, bular hargiz o'xshash bir xil o'simlik bo'lmaydi. Uchinchisi, tibobat kitoblaridagi hamdorlarning latincha ismini to'g'rilashimiz kerak. Ben bu yerda nima uchun to'g'rilashimiz kerak degan so'zni ishlatdim. Chunki bizning yaqinqi zamonda nashr qilingan tibobat, Uyg'ur tibobat hamdorlar kitoblaridagi latincha ismlar to'g'ri emas. Qaysi jihatdan to'g'ri emas? Ikki jihatdan to'g'ri emas. Birinchidan, imlo xatoligi.
Mən başdakı bətlərdə tilg'ib o'tgandek latincha nom 3 bo'lakdan tashkil topadi. Urug'tash nomi, tur nomi, ism qo'yuvchining ismi nomi. Ammo bizning tibobat kitoblarimizda eng oldiga munosabatsizlar so'zdan birisi qo'shilib qolgan. O söz butunlay chiqarib etilishi kerak. Andan keyin urug'tash nomi, tur nomi, uning keyinigimi munosabatsiz so'zdan bir ikkisi qo'shilib qolgan ahvollar bor. Andan keyin urug'tash nomi va tur nomi udul kelmaydigan turlar intayin ko'pga. Men aniq sonini bilmayman, ammo intayin ko'pga. Men 2 yilning oldida shu tibobat kitoblardagi latincha nomlarni bir ko'rib, men o'zimcha hamdorlarni bir o'rganib boqay degan maqsadda kitob qarab bildimki, buning xatolik nisbati intayin yuqori ekan. İmla xatolik emas, so'z xatoligi intayin jiq ekan. Bu latincha nom masalasida men oldingi betlardimi deb o'tdim, 200 yilning yoqi butun dunyo xalqi bu birlikka kelib bo'lgan bu latincha nom degan qiliplish bo'ldi. Bir tal pash, bir tal chekit u ham bu ham bo'lib ketsa, intayin astoydil emas, kasbiy emas, hech qanday bu sohada ishni bilmaydigan odamlar sodir qiladigan xatolik deb qarilib, gazet, jurnal, kitoblarningki jurnallarga qabul qilinish, asar qabul qilish shartiga aylanib bo'ldi bu latincha nomga bo'lgan talab intayin qattiq. Bir tal pash chekitning o'rni u ham bu ham bo'lqas bo'lmagan darajada qattiq. Ammo bizning Uyg'ur tibobat hamdorlarning munosabatli kitoblarning ichidagi latincha nomlar to'g'ri emas, xato. Men mush kasbni o'qigan, mushu latincha nom bilan 12 yil shug'ullangan biraylar bo'lish suhbatim bilan shuni deya olmaymanki, Uyg'ur tibobat hamdorlar kitoblarining ichidagi latincha nomlar 90% dan yuqori xatolik nisbati. Uyg'ur tibobat klassik asarlarda, ya'ni bu 8 asr, 10 asrning oldida u vaqtlarda latincha nom degan narsa maydonga kelmagan zamonlarda e'lon qilingan klassik dangliq Uyg'ur tibobat kitoblarimizning ichida latincha nomlar yo'q. Shuning uchun Xanzolaninki doğruluk o'simlik Lishijin yozgan doğruluk o'simliklar qomusini butun dunyo taniydi. Nemishqa uning ichida har bir o'simlikningki latincha nomi bor. U kitobning hatto bolalar nusxasi bor, cho'nglar nusxasi, bola nusxasi, har xil variantlar bor-ku, butun dunyo taniydi. Ammo bizning shu kitobdan qilishmog'idek, hatto ashini bisib tushgidek saviyada yozilgan kitoblarimiz tadqiq qilinmagan holatda latincha nomlari bekitilmagan holatda bo'lganligi uchun bizning Uyg'urlarning ichidan chiqmaydi u kitob. Uyg'urlarning champirikining sirtiga chiqolmaydi demoqchi. Uyg'urlarning ichida bizning desa 100% ishinimi? Hammamiz ishinimiz-ku, boshqa kitoblar bizning desa, ammo Uyg'urlarning doirasining sirtiga chiqib bir chetlikka ma kitob bizning desangiz, nimaga asosan shuna deysam, shuning ichidagi ma o'simlikning nimaligini men deb bera olamsan desa, deb o'tirgan ish chiqadi. Bir narsa aniq bo'lib ketsin do'stlar, latincha nomni bekitish hargizmi bir tildan yana bir tilga Uyg'urchadan inglizchaga yoki tarjima qilish masalasi emas. Bu qanday masala? Shu kitobda tilga ilingan o'simlikni oldimizga akab qo'yib turib, ash o'simlikning yildiz g'o'l yopirmoq gul meva urug'dan iborat ash 6 a'zosini kuzatib, mikroskopda kuzatgan, mikroskopda ko'zimizni kuzatgan, ya'ni ko'zimizni kuzatib, ashu o'simlik chiqqan o'rinning qomus kitoblari bor. Germanning germancha, Italiyaning italiyacha, Turkiyaning turkcha, ashta qomus kitoblari bor. Ash kitob nereden chiqqansa, shu yerning qomus kitobini oldimizga akab qo'yib turib, ash kitobning ichida xuddi lug'at o'qitgandek ashta paydim-pay alayliklar bo'yicha qadam-qadam ilgarilab mangadigan gap. Ashu o'simlikning alayligiga qarab turib, kitob tasvirlangan alayliklarning ikkisini udul keltirib, qadam-qadam mengish orqali bir nuqtaga kelgan to'xtaymiz. Shuning turi bekitildi shuning bilan. O'simlikning turini bekitish mashaq gap. Men 2 yilning oldida mushu gapni deb sog'anligim uchun Uyg'ur tibobat dushmani burunqi ustozlarning ajrini yo'q chiqargan, qorlagan degan yo'q qalpoq kiydirilgan
Men mush kasb bilan o'qigan bir odam bo'lish sübutim bilan xatoni xato, to'g'rini to'g'ri deyish majburiyatim bor deb o'ylayman. Shuning uchun bu gapni mishat deb qo'ydim. Yana bir narsa mushu tibobat kitoblarimizda arabcha ism bilan farscha ismi bor mushu o'simliklarning. Bu endi mushu tibobat bilan shug'ullanganlar mushu ismlardan qanday shaklda foydalanadi bilmadim. Endi men foydalanmayman. Men shu tillarni bilmaganligim uchun foydalanmayman. Ammo men his qildimki, mushu hozir tibobat bilan shug'ullanayotgan shu kishilarningki ichida men o'simliklarni taniyman. Men taniy olmayman. Mushu kitoblarda tilga olingan masalan 300 emas, bir 100 turning ho'l o'simlik tini bilan xalta qashlab quritib qo'ygan holatini birlashtirib men ho'l o'simlik tinini taniy olmayman. Kasbiy jihatdan taniy olmayman. Latinchisini bila olmayman deydigan odamni men taxay uchratmadim. Shuning uchun mushu gap deyish zarur bo'lib qoldi. Oqibatlardan hamma gaplar oydin bo'lib bo'ldi. Shunaqmi men yana bir yig'inchoqlab qo'yay. O'simliklarni ismini as tutishning eng oson usuli bo'lsa, har qanday inson shu dunyoda yashayotgan o'zining ona tili bilan latincha nomini birlikda shu ikki xil ismni birlikda udullashtirib turib as tutamiz. Agar o o'simlik bizning yurtdan chiqmaydigan hamda Uyg'ur tibobatidami ishlatilmagan o'simlik bo'lib qolsa, o o'simlikning Uyg'urcha ismi hozircha yo'q degan gap. Bu xil ahvolda bevosita latincha ismni qo'llanish oqilonlik. Xuddi masalanga pizza deyli, pizza italiyalikning tamoqi shunaqa. Pizzani butun dunyo xalqi pizza deb ataydi-ku deyman. Hargiz ustiga erimchik surkalgan non deb ataymidiq shunaqa. Shunga o'xshash bizning vatanimizdan chiqmagan boshqa ijroq qit'alardagi o'simliklarni ashlarning ismi bo'yicha atash, latincha ism bo'yicha atash intayin oqilonlik menimcha. Materiallarni tafsiliy oqtirib ko'rib baqsaq bayqaymizki, hatto ba'zi o'simliklarning tibobatdagi Uyg'urcha ismi bilan o'simlik qomusidagi, ya'ni bizning yurtningki o'simlik qomusidagi o'lchamlik Uyg'urcha ismi o'xshash emas. Bundaq ahvolda qanday qilamiz? Hargizmi birini to'g'ri, birini xato deb uni ayirib talishib yurmaymiz. Biz faqat shu ismlarni latincha nom bilan udullashtirib qo'ysaqlar, udullashtirib bo'lgandan keyin bu latincha nomga udilib keladigan o'simlikning o'lchamlik Uyg'urcha nomi ma'vu. Uyg'ur tibobatida ishlatilgan Uyg'urcha nomi ma'vu deb udullashtirib qo'ysaqlar bo'laverdi. Bu hech qanday uqishmaslik kelib chiqmaydi shunday qilsak. Facebooklarda ba'zida uchirtib qolaman bu o'simliklarga, bu o'simlikning Uyg'urcha ismi nima deb bizning vatandan chiqmaydigan bir o'simliklarni so'raydi. So'rasa, axir ismi chiqmay men buni mundaq ism qo'yib atadim, bundaq ism qo'yib atadim deb shunday inkaslarni ko'rib kulgim kelib qoldi ba'zida. Endi kasbiy sohada o'simliklarga ism qo'yish qanday bo'ldi desanglar, bir o'simlikning latincha ismi, latincha ismini qo'yish uchun bir taqsimchi masalanga bir masalan terak urug'dishidan bir yangi turni bayqidi deb turaylik. Biraylan shu terak urug'dishiga tabi bir turni bayqidi. Buni yangi tur deb o'yladi. Buni jazmlashtirish uchun hozirga qadar bor bo'lgan latincha ismi qo'yilib bo'lgan barliq terakning turlarini, masalan 100 tur bo'lsa yer sharida, shu 100 turning avrishkisini oldiga ekiladi cho'qim. Birini qo'ymay ekiladi. Ekilib, shu o'zi yangi deb e'lon qilmoqchi bo'lgan tur bilan shu 100 turning avrishkisini ekilib bir selishtiradi. Bir selishtirib, o'zi shu e'lon qilmoqchi bo'lgan turning shu 100 turdan haqiqatan bir aniq farqlantirishga bo'lgan muhit sababidan kelib chiqmagan bir aniq alayligini jazmlashtirgandan keyin anandan keyin uni latin tilida tasvirlaydi. Anandan keyin laqadek 3 bilakdan tuzilgan ismdan birini qo'ydi. Hatto ba'zi taqsimchilar bir umr tadqiq qilib bir yangi turni bayqay olmay o'lib ketadi.
Anadın ki bu türünki mesela Uygurca isim bulamdı, Hanzuca isim bulamdı. Bundaq isimlarga isimlerini bekitiş üçün mesela qanda buldu desanlar. Mesela bir ösümlük var, kürküm güle dep. Burunqi biz kichik vaqtlarda mush adabiyat kitaplarida, matematik kitaplarida şuna bir kürküm güle dep elinip qalgan bir gül var. Ama o gülning ismi keyin tulpar gülge o'zgartirilgan men oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarda. Buning hikoyasini o'quvchim so'zlab bergan. Mushu tulpar gülge o'zgartish uchun mushu Urumchida butun o'simlik sohasidagi necha yuz odam birga kelib, bas munozir qilib, andan keyin birga kelib, andan keyin bu tulpar gül degan ism muqimlashidi. Hargizmi bu o'simliklarga ism qo'yish degan ilqi Facebookda yo u yerda qo'ydigan ish emas. Odamlarga ism qo'yish uchun yangi tug'ilgan bu vaqtga bir yarim soat tugaydi-ku, murosim qilib turib qolsangiz bir kunda tugab qolar. Ammo o'simlikka ism qo'yish undaq oson ish emas. Unda bo'lsa bugungi video mushakkagicha bo'ldi. Tushunmagan, aniq bo'lmagan yerlar bo'lsa ostiga inkas shaklida qoldirsanglar bo'ldi. Anglab berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.